narxini, lekin rost ekansa Xitoy rulovoy. Bu narsada ajablanmasa ham bo'ladi. Nega rulovoy kolonka qo'yishgan? Men yechyapman. Gap Xitoyligida emas. Tashxisi noto'g'ri qo'yilgan. Ishlasam, buni dig'ir degan dovushlar chiqib qolgan ekan. Bu mashina biz Xudo xolisi ishlarni bitirib beramiz. Bu Lacetti 1.8 yili eski mashinada, lekin mashinani o'zi zo'r. Xudo xolisi ishlarni ham birin-ketin bitirib beramiz. Bu yoqda mana Lacetti nima qilyapti buni? Injektorlarni tozalab, zatongalarni tozalab, silchalarni zamin qilib. Mana birin-ketin ishlarni boshlaganmiz. Bu yoqda ham benzin asoslarini almashtirib, ishlarni bitirib beramiz Xudo xolisi. Bu yoqda trekker bir olib qo'yganmiz. Nima qilyapti bu trekkerni? Radiator yorilib ketgan, radiatorni olishtirib berdim. O'zi yangi radiator qo'yilgan ekan-ku. 10 kun bo'lgan qo'ydirganlar. O'rtoqlar, 10 kunlik radiator. Yeni yechib boshqa qo'yiladi.